Bugün bizler kısmı sırasılar mana bu qariy chaqotakda zir zarabini kamera Saroy Almorga qaror bermoqchimiz. Sarakizga boramiz inshaalloh. Bu yerga barnomai qariya va qariya yo'q qishloq va qishloqda ندارد جدایی شمال و جنوب شما را بباید به وحدت وجوب به عز و جلالی نیاکانتان به آن گوهری پاک و ایمانتان به آن گوهری پاک و ایمانتان هموطن 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 بیا شهی اختلاف و تکن بیا باغ وحدت ثمر آوری بیا هموطن شان و فر آوری بیا. Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar, umid qilaman har kunji dunyoga bo'lsangiz sog' omon bo'lar. Bizlar bugun qariy chaqotak Ulusvoli Almorgamiz. Barnomai qariya va qariya biroz uzr tilaymiz sizdan ki fosila tushdi barnomamizni pay ham taqdim qilishga. Bugun bitta javonlar va buzurgvorlar oldimizga bor. Inshaalloh qariy chaqotak tarixcha, farhang, iqtisod va mushkulot bu qariyani inshaalloh zeri zarrabini durbini Saroy Almorga inshaalloh qo'yamiz. Sizlar ham ko'rib nazariyatlaringiz bilan buzurgvorlar bor. Hatman inshaalloh ayni past qishloqdan zahmat tortib buzurgvorlik qilib bizlar bilan to Almos Xalifa bir ziyorat yo bir obda tarixiy shu mantiqa hatto Ulusvoli Almor hisoblanadi. Sho'riki ham biz Bulantari nuqtaga savollarimiz inshaalloh bulardan hatman ma'lumot olamiz. Birinchi borga bir boshdan o'zlarini bir ma'rifat qilib o'tadilar. Ko'tog'ina inshaalloh uni barnomaga o'tamiz. Birinchi borga o'z otingizni ayting. Meni otim Domla Hamzada. Valada Abdulloh Sukunatiliyim. Shu qariy chaqotakdan bilaman. Janob Og'soy Said Olam Saxiy Hoshimi farzandi Said Ayibxon navosi Almos Xalifa qariy chaqotak. Og'soy o'zi ma'rifat. Abdurahim farzandi Hoji Muhammad Ali Sherzod qariy chaqotak Ulusvoli Almor. Arbob qariya. Arbob qariya. So'tsimadi. Nur Muhammad farzand Nasrat Said Ismoil ولاد سعيد المتشم qariya sokin qariya. Men Abdulloh bo'ladi farzand Bahovaddin shu qariyaga yashayib shu qariyaga zindalik qilamiz. Fayzulloh Muhammad Sidiq chaqotakda yashaydi. Siz otingiz Muhammad Sarvar doktor. Siz otingiz Said Qo'ybulloh. Xo'p do'stlar, buzurgvorlarning ma'lumot oldik, shunos bo'ldik. Hatman savollarni so'raymiz. Arbob soyibdan birinchi bor yo ham bu savol har birodarimiz ko'rga bor buzurgvorlar ma'lumot tarixi bor. Qillar bizlarga ma'lumot bersa. Birinchi savol buki bizlar har barnomaga borsak tarixcha yoki o'sha qariyadan ma'lumot olamizki necha yil bo'ladi. Yani necha yil bo'ladiki bu qariy chaqotak vujudga kelgan, ta'assub bo'lgan, fe'langacha qancha o'ydi, qancha masjiddi va degan nima mushkulotlar bor. Birinchi borga Arbob sohib agar ma'lumotingiz bo'lsa inshaalloh tarixcha qariyadan va necha o'y bor va ba'zi biz eshitamizki buzurgtarin qariya, kattarin qariya Sat Almorga deydi. Ma'lumot bersangiz. Bizlarni qariyamiz Sat Almorga qariya avval nufusga taqriban berga 11,5 ming nufus. Qadim tarixiga 500 yildan ilgari bir qariya chaqotak shurga kelib qolgan. Avval banomi Beshkapa ekanlar. Beshkapa ekanlar, sonra nufus bilan oxiri katta bo'lib ketaveradi. Asli tariximiz bu daftar o'yiga 172 o'y. 172 o'ydan sonra nufus ko'payib ketibdi. Olib fe'langa qancha? Olib fe'lan o'ta unda nimasi yo'q. Daxil nufus yo'q. Faqat nufus ambor urdiki 11,550 nafar birga zindalik qiladi. Shiri javoni katta kishi hamma. Necha masjid jome, masjid sagira kabira. Birga taqriban olib fe'lan 13 masjid faol. Bittasi ham nima faol. Masjid jome bir masjid jomimiz bor. Xo'sh, mashallah. Ma'lumotingiz bo'lsa necha qavm yashayib bergan? O'zbek, turkan, pashtunlar ham bor. Faqat bir o'zbek qavm yashayib bergan. Boshqa qavm yo'q bu yerda. Xo'sh. Shu savolda janob Og'soyevdan so'raymiz. Tarixcha ma'lumot qariy chaqotakdan bobo va ajdodlarimiz har qariyaga borsa qissa qiladilar. O'sha qissalarni bizlarga bir ma'lumot bersangiz. Qariy chaqotak shundoq mushohida qilib to'xtabsizlar. Bizlar balanga ziyoratga buzurgvor bobo ajdod bizni. Shu to'xtab biz berga uyda qablan yashayotganlar. Men to haddiki o'zimni tavonoyi vaqtdan so'raman.
qariyb 300 yilga boradi qariya chortakchi bunyod qo'yilibdi. U vaqtga Gufi Murishkorni ham boshiga G'aybara deymiz va agar aksini olsangiz, u tapa bor, o'sha yerga yashayotganlar. Sonra xil Bobozangiga. Bobozangi ham bir ziyorat degan bergan. Undan sonra Chavotak kelganlar, osori deganki sumlar bor, xonaqa borakan, xonaqaga zindagilik qilayotganlar. Buabiz katta buabiz Almos xalifa bu ham. Endi u kishini otalari Said Muhammad Sharif, xalifa Said Muhammad Sharif degan. U kishini katta bobolarimiz ota Said Saadulloh xalifa. Bular to ketadi on Hazrat sallallohu alayhi vasallamda oldimga ham shajaranoma bor. Inshaalloh buni ham sizlarga necha qita aksini tasvirini ko'rsataman. Ko'rasizlar. Buning uchun bu buzurglarimiz ki bergan ekanlar, pastga inshaalloh borib uni aksini tasvirini olasiz. Xonaqa bor ekan, xonaqaga zindagilik qilayotganlar. Dohili sora mag'oraga, zimistonga mag'oralarga o'tayotganlar. O'sha zamonga bolalardan boshqa mana shu qavm qariya chog'atikdan kelganlar bor ekan. Ojisoy Mavlon masalan, Oji Saxidot, bular o'shalarning avlodlaridan, o'shalardan yo bu yerga buzurglar ko'p o'tgan. Abdulloyit Arbob, katta arboblar, Bahorbob bu kishi yo Ibrohim Arbob, Oj Shirboy bobamiz katta bo'lardan bular bu qariyani nomdor shaxsiyatlari ekan. Olimlardan shunda o'tgan ekan. Domla sohib Shaymardonqul ekan, yo Said Akbarxon og'a u kishini qabri pastga bizni ona bobamizdan katta. Bu sharoit ekan, sharoit inqilob mana shunda bo'lib, absurda bo'lib, bu joylar po'sta shakliga tuzalib, bizlar albatta noroziliklar bizlardan ham bor ekan, bizlar voqean bizlar ko'p kamidotimiz bor bu ziyorat mavridiga, bu bobo ajdodimiz mavridiga. Buning uchun qariya Chog'atak men nima qilamanki, endi men oldim shajaranoma 3 yil bo'libdi, endi u butilgan. Shod qadga hamatmi 100 yil o'tgandi. Undan ilgari bobamiz ham bergan. O'sha hisobdan bo'ladiki, qariya Chog'atak endi tarixiy tarin az qariya ulusoliy almordan hisob bo'ladi. Qadimiy tarin qariyadir. Bari do'stlar, Arbob sohibi aytdilar, vaqan filan shu nazik 12,000 nafarga boradi. Omilga katta tarin qariyadir. Az nazar an'anot so'radi, az nazar an'anot bali bergan qadimlar buskashlar bor edi, oxir ko'p kam edi. Mardum aloqamand edi yo anvoy aqsom an'anot bergan bor edi. Yo bu asay bodana jangi desa yo inki loyla bilan hatto o'ynaydik, loylani uradilar yo kacha bor edi, mardumni qaddiga kechalar o'ltirishlar bor edi, bir muhabbat, do'stlik topilaydi. Bu gaplar o'sha hatto men o'zimning yodimga keladi, shu gaplar bor edi. Sharoit masalan yo televizion va sayfi bu narsalar ko'proq sadoli mobil, mardumlar bu narsalarni anonatlarni yitirdi. Aksar joyi Afg'onistonga mitgan. Bu narsalar bor edi. hurmatli ko'ruvchilar, Og'a sohib ham ma'lumot mufassal va tarixini berdilar. Arbob sohib ko'pincha mardum qariya Chog'atak daromadi yo qo'l kelishi Iron tarafidanmi, dehqonlikmi, kishovarzlikmi yo cho'pon tarafidan raqamlaysiz? Qadam mardumni daromadi dehqonchilikdan edi, bir sar 5-6 yildan beri xususollik keladi. Bir mardum navjavonlar hammasi Iron, Turkiyaga ketdi, Iron ham vazimona bir raqam nima bo'ldi. Hamma mardumlar xususollikka duchor, xususollikka nima bo'lgan, berga moldorlik ham ko'p kam. Takriban 85% mardum nimaga dehqonchilikka, 15% qoladi. Boshqa bog' moldorlik hisoblaga masrufdir. Siz binobar maliki qariya yo arbob qariya bo'llas mushkulot mardum aytsa, nima mushkulot qomday mardum falan bor? Mushkulot mardum faqat shu dehqonchilikka nimasi yo'q. Nabudi iqtisod, shu dehqonchilikga olib kishovarzi qiladi, olib bug'doy siloshida bug'doy taqozosi bor. Agar bilan daftar nima qilsa, ko'mak qilsa, imorat agar ko'mak qilaman desa shu bug'doyni hisobiga mushkulotlari shu. Bir shabaka obrasoni ve kam mardum ko'p mushkulotga. Mana bu klinikni hisobi, mana shu yerga qarangki, saraylari hamma 7-8 kilometr markazdan uzoqroq. Shu klinikni gapiga Marjasi yo'q. Yo'q, unda nima yo'q. Mana shu mushkulotlarga Bitta vaqt shu yerga zindalik bo'ldi, shu yerda Almos xalifani tirimizda qissalari edi, shu yerga bir ilon mor olgan edi. Bir katta bola edi, bir sariq edi, o'zi zard edi. O'z ko'rgansiz? Men o'zim ko'rganman, necha qalli yerlarga yotgan edim, shu yer oldimdan o'tay edi. Hattoki birta gapirmasa, bu hech kimga gapirmaydi. Har kim unga gapiribdi, unga xilas zalal eshittiribdi, men ko'zim bilan ko'ribman, u qancha bir muddat ma'riz bo'lib, ko'p mushkullarga qolib, undan bir mol-pol xayrat aytib, shundoqlar bo'lib, bu yaxshi bo'lganligini men o'zim ko'zim bilan ko'ribman, shohidman unga. Bir hamki bizlarga bir kam mushkulotimiz borki, mana shu yerga bir puli ko'vricha shu yerga tuzalsa, mana shu maktabda borasiga bachalarimiz, tabaqa unos yo zukur
yo shu bozichay bachalar shu yerga joy futboldi, joy go'rashdi, shunday joylarga astariqi bor oyiga o'tib kelolmaydilar. Chunki sel keladi. Sel kelishlikni borasiga bu yerga o'tib kelolmaydilar. Masalan, mana shu maktabimizda borasiga duvali yo'q, shunday maydonga mana shunday bizlar xeyli mana shu narsalardan mushkulga giribtor biz voqean. Arvoh sohib, savol sizga marad bo'ladi. Rasmi ravoji to'y hisobidan aytsangiz, opa singillarimizni qalini bilantarini qancha, poyintarini qancha? Bu qariyaga mushkulot shu nimadan ko'proq edi. Hatto shu mutanaffisin qavm, ulamoy qavm, katta kichiklar hamma bir joyga yig'ilib shularni qalinini bir andoza keyinga endirmoqchi edi. Tasfona bu ham bo'lmadi. Hol balandtarin qalin 8 lay, poyintarin 6 lay. Hali xarj masorifi ham maydonga bitta ko'proq baland. Hatto shu qalin nimadan kada bir boshqa shirin xo'lliyi ko'p bilan mushkulot shu yerga bu. Javollab mana shunda 5 yil, 4 yil Araganda bo'lib ketadi, eshitmaydi bir-biriga bechoralar mana. Vali Eron ham bu shaklga bo'ldi. Mana shu zotlarga ulamolar yo imorat bir andoza tavajjuh qilsa, shu qalin bir andoza pastga kelsa, bir odamga qizi bor, o'g'li ham bor. O'g'li bor, qizi bor. Hurmatli ko'rishlar, bizlarning guzarishimiz asosida o'zadog'da eshitadi. Muvaffaqiyatimiz Almos Xalifani usti Chag'atak Ulusoli Almor. Inshaalloh nimoy Chag'atakdan ko'rasizlar. Qaror ma'lumot berdilar. Kattatarin qariya va purnufussarin qariya Ulusoli Almor, qariya Chag'atak aytiladi va hamchinon buzurg'olar ma'lumot berdi.